Assalomu alaykum. Hech kaftingizga qarab o'ylab ko'rganmisiz? Bu chiziqlar nimani anglatadi deb? Shunchaki tasodifmi? Yo'q, asla unday emas. Bu chiziqlar aslida sizning genetik xaritangiz bo'lishi mumkin. Keling, bugun ana shu sirlarni ochamiz va dermatoglifika deb nomlangan ajoyib fan bilan tanishamiz. Xo'sh, barmoq izlari deganda ko'pchiligimizning xayolimizga nima keladi? Albatta, kriminalistika, jinoyatchilarni aniqlash, to'g'rimi? Lekin balki bu izlar bundan ham chuqurroq sirlarni yashirayotgandir. Balki ular bizning sog'lig'imiz, genetikamiz haqida ham nimadir ayta olar. Aynan shu savolga bugun javob topishga harakat qilamiz. Bugungi tahlilimizda nimalar haqida gaplashamiz? Avvaliga kaftimizdagi chiziqlar va genlarimiz o'rtasida qanday bog'liqlik borligini ko'rib chiqamiz. Keyin bu naqshlarni ilmiy jihatdan qanday o'qish mumkinligini o'rganamiz. Shundan so'ng eng qizig'iga o'tamiz. Bu usul orqali qanday kasalliklarni aniqlash mumkinligi va nima uchun bu oddiy usul hozirgi zamonaviy tibbiyotda ham bunchalik muhim ekanligini bilib olamiz. Xo'p, keling eng asosidan boshlaymiz. Qanday qilib terimizdagi oddiy chiziqlar bizning murakkab genlarimiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Mana shu savolga javob topish orqali butun mavzuning poydevorini qo'yamiz. Mana shu fanning nomi dermatoglifika. Bu so'z yunonchadan olingan. Derma, ya'ni teri, glifo esa o'ymakorlik degani. Demak, bu fan kaft, barmoq va hatto tovondagi naqslarni o'rganadi. Shuni darrov aytib o'tishim kerak, bu hech qanday folbinlik yoki qo'lga qarab kelajakni aytish emas, yo'q. Bu jiddiy ilmiy yo'nalish, genetika va embriologiyaga tayanadi. Xo'sh, nega aynan shu naqshlar bunchalik ahamiyatli? Sababi oddiy va ayni paytda juda muhim. Bu chiziqlar biz hali tug'ilmasimizdan oldin homiladorlikning taxminan 3-4 oylarida shakllanib bo'ladi. Va eng qizig'i, ular bir marta paydo bo'ldimi, tamom, bir umrga o'zgarmaydi. Yana bir muhim jihati shundaki, bu naqshlarni bitta emas, balki bir nechta, ya'ni poligenlar guruhi nazorat qiladi. Endi tasavvur qiling, agar genlarda biror bir jiddiy o'zgarish, nuqson bo'lsa, bu albatta o'sha naqshlarda o'z izini qoldiradi. Demak, genetik bog'liqlik borligini tushunib oldik. Endi savol tug'iladi, shifokorlar bu naqshlarni qanday qilib tahlil qilishadi? Ular bu chiziqlardan qanday qilib ma'no chiqarishadi? Keling, tahlilning asosiy elementlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Hammasi Francis Galton ishlab chiqqan tasnifdan boshlanadi. Bu barmoq izlarini 3 ta asosiy turga bo'lgan. Birinchisi yoy, bu eng oddiysi. Ikkinchisi ilmoq va uchinchisi girdob, bu ancha murakkab naqsh. Xo'sh, ularni bir-biridan qanday ajratamiz? Delta deb nomlangan maxsus nuqta orqali. Tasavvur qiling, bu chiziqlar chorrahasi. Agar bitta shunday chorraha, ya'ni delta bo'lsa, bu ilmoq. Agar ikkita yoki undan ko'p bo'lsa, bu girdob. Yoyda esa umuman delta bo'lmaydi. Faqat barmoq izlariga qarab bo'lmaydi, albatta. Kaftning o'zi ham juda katta ma'lumot beradi. Bu yerda eng muhim ko'rsatkichlardan biri bu ATD burchagi. Bu nima degani? Bu kaftning pastki qismidagi 3 ta asosiy nuqtani birlashtirib hosil bo'lgan burchak. Normada sog'lom odamda bu burchak 45 darajadan kichik bo'lishi kerak. Agar u bundan sezilarli darajada kengaysa, bu shifokor uchun jiddiy signal bo'lishi mumkin, ya'ni genetik anomaliyaga gumon paydo bo'ladi. Xo'p, yetarlicha nazariya bo'ldi. Endi amaliyotga eng qiziq joyga o'tamiz. Qanday qilib oddiy teri naqshlari Down sindromi kabi jiddiy xromosoma kasalliklari haqida bizga gapirib berishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, har bir sindrom terimizda o'ziga xos, takrorlanmas imzo qoldirar ekan. Keling, eng klassik misoldan boshlaymiz. Down sindromi. Bu 21-xromosomaning ortiqcha bo'lishi bilan bog'liq holat. Bu sindromda dermatoglifik belgilar shundaylik yaqqol va o'ziga xoski, ularni bemalol kasallikning tashrif qog'ozi deyish mumkin. Down sindromiga xos bo'lgan 3 ta asosiy belgini eslab qoling. Birinchisi, kaftni gorizontal kesib o'tuvchi yagona chiziq. Buni maymun chizig'i yoki simyan chizig'i deb atashadi. Ikkinchisi, esingizdami? ATD burchagi. Ana shu burchak normadan ancha kengayib, ko'pincha 57 darajadan ham oshib ketadi. Va uchinchisi, barmoq uchlarida asosan ilmoq shaklidagi naqshlar ko'p bo'ladi. Agar shu uchala belgi birga kuzatilsa, bu shifokor uchun juda jiddiy signal hisoblanadi. Yana bir misol, Patau sindromi. Bu 13-xromosoma bilan bog'liq. Bu yerda ham o'ziga xos belgilar bor. Lekin qiziq tomoni, ular Down sindromidagidan butunlay boshqacha. Aynan mana shu farqlar shifokorlarga sindromlarni bir-biridan ajratishda, ya'ni differensial diagnostikada juda qo'l keladi. Xo'sh, farqi nimada? Patau sindromida barmoqlarda oddiy ilmoqlar o'rniga ancha murakkab bo'lgan girdob naqshlari juda ko'p uchraydi. To'g'ri, maymun chizig'i bu sindromda ham bo'lishi mumkin, lekin asosiy e'tibor barmoq naqshlarining turiga qaratiladi. Aynan shu narsa
to'g'ri tashxisga yo'naltiradi. Navbatdagi 3-misolimiz bu Edwards sindromi, ya'ni 18-xromosoma trisomiyasi. Qizig'i shundaki, bu sindromning dermatoglifik belgisi avvalgilariga qaraganda ancha sodda, lekin aynan soddaligi bilan juda yaqqol ajralib turadi. Edwards sindromining deyarli yagona va eng ishonchli belgisi nima, bilasizmi? Bu barmoqlarda eng oddiy naqsh bo'lgan yoylarning keskin ko'payib ketishi. Odatda kam uchraydigan bu naqsh Edwards sindromida bemorning 10 ta barmog'idan 6 tasi yoki hatto undan ham ko'prog'ida kuzatilishi mumkin. Bu juda kuchli belgi va 18 trisomiyaga gumon qilish uchun jiddiy asos beradi. Shu yerda juda muhim bir savol tug'iladi. Demak, faqat kaftga qarab sizda falon sindrom bor bir yakuniy tashxis qo'ysa bo'ladimi? Javob qat'iy yo'q. Bu juda muhim. Dermatoglifika bu yakuniy tashxis emas. Uni birinchi filtrga, samarali skrining vositasiga o'xshatish mumkin. U kimni chuqurroq genetik tekshiruvga yuborish kerakligini ko'rsatib beradi. Uning amaliy foydasi juda katta va uni 3 ta asosiy yo'nalishga bo'lish mumkin. Birinchidan, u nafaqat Down sindromi kabi xromosoma kasalliklari, balki qandli diabet yoki yurak tug'ma nuqsonlari kabi ko'plab genlarga bog'liq kasalliklarga moyillikni baholashda yordam beradi. Ya'ni, kim xavf guruhida ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, tashqi ko'rinishi bir-biriga juda o'xshash bo'lgan turli sindromlarni ajratishda qo'shimcha dalil bo'lib xizmat qiladi. Va uchinchidan, bu usul hatto antropologiyada ham turli xalqlar va populyatsiyalarni genetik jihatdan solishtirish uchun ishlatiladi. Hozir DNKni to'liq o'qiydigan texnologiyalar bor, to'g'rimi? Shunday paytda kaft chiziqlarini o'rganish g'alati tuyulishi mumkin. Nega bu eski usul hali ham kerak? Keling, zamonaviy usullar bilan dermatoglifika tahlilini bir solishtirib ko'raylik. Mana solishtirma jadvaliga qarang, farq juda katta. Dermatoglifik tahlil bu mutlaqo xavfsiz, qon olish, igna sanchish shart emas. Natija deyarli o'sha zahoti ma'lum bo'ladi va eng muhimi, bu juda arzon, deyarli tekin desak ham bo'ladi. Endi molekulyar usullarga qarang. Ha, ular yakuniy va aniq tashxis qo'yadi, lekin ular qimmat, natijani bir necha kun yoki hafta kutish kerak. Ba'zan esa bemor uchun noqulay, invaziv bo'lishi mumkin. Aynan mana shu arzon, tez va xavfsizligi sababli dermatoglifika ommaviy skrining, ya'ni minglab odamlarni tekshiruvdan o'tkazish uchun ideal vosita bo'lib qolmoqda. Mana bu iqtibos butun mavzuning mohiyatini bitta jumla bilan ifodalab beradi. Dermatoglifika genetik axborotning tashqi ifodasidir. Boshqacha aytganda, bizning genlarimiz o'z sirlarini terimizga yozib qo'ygan. Bu tanamizning o'zi bizga berayotgan ishora. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi yuqori texnologiyalar davrida ham dermatoglifikaning o'rni beqiyos. Qo'lida oddiy lupa va chuqur bilimga ega bo'lgan shifokor uchun bu usul o'z qimmatini hech qachon yo'qotmaydi. U qimmat tahlillarga kim haqiqatan ham muhtojligini ko'rsatib beruvchi arzon, tez va xavfsiz bir kompasga o'xshaydi. Suhbatimiz yakunida sizni bir savol bilan qoldirmoqchiman. Balki biz eng muhim sirlarni, eng muhim javoblarni murakkab va qimmatbaho texnologiyalardan emas, balki o'z tanamizdagi eng oddiy ko'zongimizdagi belgilardan izlashimiz kerakdir. Shu haqida bir o'ylab ko'ring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.